odamni deydi, yo Xudo uchun tutingan bitta do'sti bo'lsa qo'rqmasin, shu odam do'zaxga kirmaydi. Do'stlaring bo'lsa bir dona qiyomatda Xudo uchun do'st tutingan do'stingiz bo'lsa qo'rqmangda. Taroziga boradigan paytda hisobdan o'tamiz shu hammamiz. Hisobdan o'tib taroziga yetib borganda u bechorani nima qilar ekan? Amali yengillik qilib do'zaxga mahrum qolar ekanda. Aytar ekanda, Robbim, men mayli amalim shunga ekan, lekin buni ichida savoblarim bor-ku. Buni falonchi do'stimga bergin. O'sha do'stim jannatga kirsin deydi ekan. Alloh taolo qarab turib, ikkalasini ham jannatga olib kiringlar. Bular men uchun do'st bo'lgani. Buni jannatga olib kiringlar ikkalasini ham. Yana bir do'st deydi. Jannatga kirgan, jannatda rohat bor, mahzunlik yo'q, lekin mahzun xafa bo'lib yuradi deydi. Alloh taolo aytar ekan farishtalarga, boringlar, u odamdan so'ranglarchi, nimaga xafa bo'lib yuribdi? Vaholanki Alloh taolo o'zi hammasini bilib turgan zot. Borib farishtalar so'rasa aytar ekan, meni dunyoda bir Xudo uchun do'stim bor edi. Jannatdan shuni oqtarib topolmayapman, shunga xafaman deydi. Alloh taologa kelib aytishar ekan, ya Robbim, bu do'stini oqtaryapti, topolmayapti. Do'sti qayerda? Uni ham Xudo o'zi yaxshi biladi. U bir ba'zi gunohlari tufayli jahannamga tushib qolgan. Voy meni farishtalarim, bu jannatda xafalik yo'q, mahzunlik yo'q. Do'stini olib chiqib beringlar deydi. Do'stlaring bo'lsa xursand bo'linglar. Do'st shunaqangi bo'ladi. Do'sti yoshini qizig'i yo'q, u yosh bo'lsin, yoshi katta bo'lsin, Xudo uchun bo'lsin.